Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ishlarimiz davom etyapti. Xo'p, narxlarini ham yozib ketsangiz, aytib ketsangiz deyishgan ekan. Xo'p, staropilamiz narxlari 115 mingdan 14 ga 3,5. Xo'p, to'sinlarimiz narxi bo'lsa, donasi 4,5 metrligi 120 mingdan olindi. Brekalarimiz 7500. Narxlar shunaqa. Hop, shifr bir donasi yopilishi 60 ming so'mga. Faqat uning ichida zardevol yoki loy bosishi lombasi yo'q. Faqat to'sinini terib shu shifr qoqishi 60 ming so'm. Ko'rib turganinglardek hammasi idealniy qilingan, Xudo xolisa. Eng yaxshi ishlarimizdan bittasi bo'lyapti, Xudo xolisa. Kuzatib tursanglar, Xudo xolisa, qolgan qismlarni ham bitayotgan holatlarini qo'yib boramiz. Oldi tomonimizda kazirogimiz bor. Oldi tomon rekalari qoqilib bo'ldi. Navbat Xudo xolisa orqadagi tomonda rekasini qoqishga. Hammaga rahmat, kuzatib boringlar.